Qo'shiq navo osmonida parvoz qilgan, qaysarginam farishtam deb ko'ngil olgan, muhabbat uchun san'atga oshno bo'lgan, chiroqchimning bir gavhari ketdi do'stlar. Qo'shiq navo osmonida parvoz qilgan, qaysarginam farishtam deb ko'ngil olgan, muhabbat uchun san'atga oshno bo'lgan, chiroqchimning bir gavhari ketdi do'stlar. San'atkorlar chin sarvari ketdi do'stlar. Salobati ko'zda edi, san'at-yu oqibati so'zda edi. Aqshil dilkash kamtar edi hokisar, qalbda bir qo'shiq kuyi tindan o'smar. Ochiq chehra salobati ko'zda edi, san'at-yu oqibati so'zda edi. Aqshil dilkash kamtar edi hokisar. Assalomu alaykum, hurmatli ushbu video kasetani ko'rib turgan do'stlar. Bugun mana ustoz Sarvar Abdullayevning xonadonlaridanmiz. Mana zurriyotlari, jiyanlari. Bugun ularnikida to'y, Jamshidjon kelin bilan qo'sha qanib baxtli bo'lsinlar, qo'sha qarisinlar. Xudo xohlasa yil o'tib o'tmay, Xudoyim o'g'ilmi, qizmi, farzandlar bilan siylasin. Yangam bularning rohatini ko'rsinlar. O'tganlarni Xudo rahmat qilsin. Akajon, mana ruhlaringiz mana shu yerda kezib yuribdi. Sizni hali ham yaxshi ko'ramiz, o'lguncha yaxshi ko'ramiz. Siz eng yaxshi akasiz, eng yaxshi ustozsiz, eng yaxshi do'stsiz, eng yaxshi suhbatdosh bo'lgansiz Sarvar aka. Bor bo'lib bering akajonim. Xonadoningiz faqat nurlarga to'lsin. Duolar qilamiz akajon, ruhlaringiz shod bo'lsin. Kelinni qo'y qadamlari qutlug' kelgan bo'lsin. Hurmat bilan Sayfiddin Fayziyev. Omon bo'ling akajon. Kızıl kitapı aldığınızda kızıl kitapı. Ne? 15 senin daşın bu ya. Oçay. Oçay billahi ya. Aycan size bunu bak. Oçay. Bırakın sen. Bunu bak. Sizler ne böyle?
Kiyimini shuni almashtirib chiqaylik. Sarvarjon sizni Alloh qilsin rahmat. Makoningiz bo'lsin jannat. Unutmasin hech bir farzand. Xurshidjon bo'ling omon. Bolalarga bo'ling sarban, qalbingizdan nurli iymon. Mana bugun koshonangizda hamma mehmon. Kelin tushgan uyning burki bo'lakcha. Kelinning kuyovga ko'rki bo'lakcha. Kelin qaynonaga ish bo'lib yursin, bo'y qizlar ichida pesh bo'lib baxtli taxligini yursin. Boshlayotgan to'ylaringizga Alloh oshiga, boshiga baraka bersin. Xizmatkorlar charchamasin, belidan qot, ko'zidan nur ketmasin. Shu xonadan hamisha o'tganlarning ruhi mehmon bo'ladigan, Allohning ilmi rizoligi bilan qilgan xayr ehsonlarni ham dargohlariga benuqson qabul aylab, bolajonlariga kelajakda bir etak nevaralarga baxt tilaydigan koshonalar to'yxona, murodxona yu jannat makan duoxonalarga aylantirsin. Sog' bo'linglar. Nasib bo'lsa, emas. Mana o'tu dastur.